yaxshimisizlar? Xo'sh, tog'a, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Yuzlar bilan yuzlashib yuring. Farzandlaringizni, o'g'il, qiz, nabira hammasini baxtli doim sog' bo'ling. Xudo xohlasa shunaqa yaxshi kunlar tashkillashtiribdi va shu qizingiz, opamiz o'zlari shu otam xursand bo'lsin deb, Xudo xohlasa oz bo'lsa ham shu harakatlarini qabul qilib qo'yasiz. Bu chiroyli sovg'amizni o'zlari ataylab tayyorlabdi, davlatli otam deb sizga ataylab sovg'amizni qabul qilib qo'yasiz. Xudo xohlasa yaxshi kunlarga o'tib, farzandingizni o'qitib. Nima yaxshi niyat qilsa Allohning niyatiga yetsin. Rabbim Allohning o'zidan begona qilmasin. Amin. Rabbim Allohning doim shunday xursand kunlarda bir-birlarini istab chiroyli yurishini Alloh nasib aylasin. Baxtimizga nabiralarim, qizlarim, kuyovlarim sog' salomat bo'lsin. Ularning baxtli kamollarni ko'rishni ayasi bilan menga Alloh o'zi nasib aylasin. Rabbim Allohim o'zingdan boshqa muhtoj qilmagin. Rabbina atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azab rahmatka ya arhamar rohimin. Aytganingiz kelsin.